Bugungi videoyimizda Niccolo Machiavelli va uning falsafasi haqida gapiramiz. Niccolo Machiavelli tarixda eng mashhur yovuz obrazlardan biri sifatida tanilgan va bunga yetarlicha asoslar bor. Nega desangiz, Machiavelli an'anaviy axloqiy tamoyillarni bir chetga surdi va dinni inkor qildi, hamda ezgulikni ildiziga bolta urdi. Bularning o'rniga Niccolo Machiavelli shafqatsizlik va aldofning murakkab tizimini yaratdi. Ammo keling, Machiavellining bugun mashhur bo'lgan yovuz brendidan voz kechib, uning falsafasiga bir nazar tashlasak, unda hayot va dunyo haqida achchiq, ammo dolzarb haqiqatlarni ko'rishimiz mumkin. Machiavelli o'z falsafasi bilan bugungi jamiyatda qanday yashashni va muvaffaqiyat qozonishni tushuntirib bergan. Machiavelli falsafasini tushunish uchun avvalo uning hayoti va o'zi ulg'aygan davrlarni tushunishimiz kerak. Bu davrlar siyosiy beqarorlik va ijtimoiy betartiblik bilan ajralib turardi. Niccolo Machiavelli 1469-yilda Florensiyada tug'ilgan. U boy oiladan chiqqan bo'lsa-da, otasi Bernardo oiladagi eng kambag'ali edi. Machiavellining otasi dinga shubha bilan qarardi. Onasi esa aksincha dindor ayol edi. Onasi diniy she'r va qo'shiqlar yozish bilan mashg'ul bo'lardi. Mana shu diniy skeptitsizm va ijodkorlik uyg'unligi Machiavellining keyingi ijodiga asos bo'lgan bo'lsa ajab emas. Machiavellining dastlabki hayoti haqida odamlar ko'p ma'lumotga ega emas. Ammo shuni bilamizki, u yaxshi ta'lim olgan. 1494-yilda Medici oilasi hokimiyatdan chetlatilgandan keyin Machiavelli Florensiya hukumatida ishlashga tayinlanadi va davlat hujjatlarini yozish bilan shug'ullanadi. Ko'p o'tmay, Machiavellining mavqei osha boshlaydi. U Florensiyaning ikki asosiy davlat idorasidan biri bo'lgan ikkinchi kanselyariyaga boshliq etib tayinlanadi. Shuningdek, u urush tayyorgarliklari va tashqi munosabatlarni boshqaradigan urushning o'ntaligi qo'mitasining kotibi lavozimida ish boshlaydi. Bu vaqt Machiavelli atiga 28 yoshda edi. Bugungacha hech kim uning bunday yoshda yuqori lavozimlarga qanday erishganini bilmaydi. Ko'pchilik Machiavellini muvaffaqiyatsiz siyosatchi sifatida ko'rsatadi. Bu ehtimol keyinchalik ma'lum darajada to'g'ri bo'lishi mumkin. Ammo bu unchalik adolatli emas. 10 yildan ziyod vaqt davomida u Florensiyaning bosh diplomati bo'lgan. Uning ishlari sezilarli natijalar bermagan, lekin bu asosan Florensiyaning o'sha paytda Italiyadagi eng zaif davlat bo'lgani sababli edi. 1512-yilda Florensiya respublikasi ag'dariladi va Medici oilasi hokimiyatga qaytadi. Medicilar Machiavellini fitnada gumon qilib, uni qamoqqa olishadi, qiynashadi va 1513-yilda surgun qilishadi. Aynan o'sha surgunda Machiavelli o'zining eng mashhur asarini yaratadi. Hukmdor bu Machiavellining eng taniqli va ta'sirli asari. Biz uning falsafasini asosan shu kitob orqali ko'rib chiqamiz, lekin faqat shu bilan cheklanmaymiz. Hukmdor asari hukmdorlar uchun yo'riqnoma sifatida yozilgan. Asar bevosita Medici oilasi rahbari Lorenzo Medici uchun yozilgan bo'lib, biz bu haqida keyinroq batafsil gaplashamiz. O'sha davrda hukmron, ya'ni liderning buyukligi uning qanchalik yaxshi odamligiga, ya'ni axloqiy fazilatlariga bog'liq edi. Bu har doim amalda qo'llanilmagan bo'lsa-da, ideal sifatida qabul qilingan. Ammo Machiavelli bu tushunchani butunlay rad etadi. U lider uchun eng muhim narsa hokimiyatni saqlash va kengaytirish ekanligini aytadi. Uning fikricha, liderning muvaffaqiyati o'lchovi bu yaxshi inson bo'lish emas, balki buyuk davlat barpo etishdir. Shu tariqa Machiavelli siyosiy nazariyani axloqdan ajratadi. Uning kitobi hayot yo'riqnomasi emas, balki siyosiy hokimiyatni saqlash va samarali lider bo'lish haqida. Bu maqsadga erishishda Machiavelli nasroniylikni rad etadi va an'anaviy axloqqa katta ahamiyat bermaydi. Aniqroq aytganda, u axloq yaxshi, lekin siyosatchi sifatida har doim axloqli bo'lishning iloji yo'qligini ta'kidlaydi. Buni qabul qilish jasorat talab qiladi, balki bu jasoratning shafqatsiz va yovuz turi, lekin nima bo'lganda ham jasorat talab qiladi. Machiavelli o'z xabarlarini yumshatishi mumkin edi. Masalan, u shunday deyishi mumkin edi: hokimiyatni saqlab qolish uchun shunday yomon ishlarni qilish kerak, shuning uchun hokimiyat yaxshi emas. Yoki hokimiyatni ushlab tura oladigan odam turiga nisbatan nafratini bildirib, gaplarini o'rab-chirmab aytishi mumkin edi. Ammo buning o'rniga Machiavelli ushbu qisqa kitobda axloqni normalarini butunlay buzib tashladi va o'rniga dunyo haqida chuqur, ba'zan esa juda to'g'ri, ammo qaltis bir tahlil yaratdi. Endi keling, Machiavellini hayratga solgan shaxs Cesare Borgiaga bir nazar tashlaylik. Cesare Borgia Rim papasi Aleksandr V ning o'g'li edi.
Otasining yordamida Borgia 1502-yilda Florensiya yaqinida yangi Italiya davlatini qurishga kirishadi. U Cesena shahrini egallaydi va keyin ishini davom ettirish uchun shahardan chiqib ketadi. Borgia o'zining o'ng qo'li bo'lgan Ramiro de Lorcaga shaharni tinchlantirish vazifasini topshiradi. Nima kerak bo'lsa, qilaver, deydi Borgia. Qanchalik shafqatsiz yoki vahshiy bo'lishing zarur bo'lsa, aynan shunday qil. De Lorca bu topshiriqni bajaradi. U odamlarning boshlarini oilalari oldida kesadi, mol-mulkni musodara qiladi va unga qarshilik ko'rsatganlarni yo'q qiladi. Shunday qilib, tinchlikning mana shunday versiyasini o'rnatadi. Keyinroq Borgia o'zi Cesena shahriga kelib shuni tushunadi. Shahar aholisi endi De Lorcadan ham, undan ham nafratlanardi. Axir, De Lorca bir necha oy davomida odamlarning otalarini o'ldirib, aka-ukalarini majruh qilib, xotinlariga tajovuz qilib yurgan edi. Shunday ekan, bir kecha Borgia De Lorcani ikki qismga bo'lib, kesilgan boshini nayzaga qoqib, shahar maydonida ko'rgazmaga qo'yadi. Ertasi kuni tongda shahar aholisi De Lorcaning jasadi qanday ahvolda ekanligini ko'radi. De Lorcadan nafratlangan odamlar bu voqeadan xursand bo'ladi. Borgia esa odamlarga yolg'on gapirib, De Lorca hokimiyatni o'zlashtirib olgani va uning amriga bo'ysunmay, vahshiyliklar qilganini aytadi. U odamlarni bu yovuz odamdan xalos qilganini va bunday shafqatsizlik hamda itoatsizlik u qurmoqchi bo'lgan buyuk jamiyatda qabul qilib bo'lmasligini aytadi. Bu Borgia tomonidan o'zining eng yaqin sheriklaridan biriga nisbatan amalga oshirilgan shafqatsizligi va xiyonati edi. Machiavelli hukmdor kitobida Cesare Borgiaga katta hurmat ko'rsatadi. U Borgiani deyarli ideal lider sifatida ko'radi. Machiavellining fikricha, yaxshilik qilish yaxshi, hatto buyuk ish. Ammo har doim ham yaxshi inson bo'lib, samarali hukmdor bo'lib bo'lmaydi. Machiavellining nazarida siyosat uzluksiz bir pichoqlar jangidir. Bu shafqatsizlikni talab qiladi. U shunday deydi: lider har doim mehribon, sodiq, insonparvar va halol bo'la olmaydi. Chunki bu lavozimning tabiati shafqatsizlik, xiyonat va yolg'onchilik talab qiladi. Machiavelli muhim savolni ko'taradi. Hukmdor sevilishi kerakmi yoki qo'rqilishi? Uning javobi qiziqarli. Ikkalasiga birdan erishish yaxshi, lekin ko'pincha buni iloji yo'q. Shuning uchun, umuman olganda, sevilishdan ko'ra qo'rqilish xavfsizroq. Machiavelli shunday deydi: odamlarga ishonib bo'lmaydi. Kimdir qo'rqoq, kimdir yolg'onchi, kimdir sotiladi, kimdir shunchaki fikrini o'zgartiradi. Odamlar sizni qanchalik yaxshi ko'rishidan qat'i nazar, ularga ishonib bo'lmaydi. Ammo Machiavelli ta'kidlaydi, qo'rquv esa doimiydir. Jazo bu konkret va doimiy tahdid bo'lib, odamlarni tartibda ushlab turadi. Sevgi va hurmatni yo'qotish mumkin. Fikrni o'zgartirish ham mumkin. Ammo qo'rquvni yengish ancha qiyin. Darhaqiqat, Machiavelli shunday deydi: siz odamlar kimni yoki nimani sevishini boshqara olmaysiz, lekin ularning nimadan qo'rqishini boshqarishingiz mumkin. Ammo bu nozik chiziq. Qo'rquv yaxshi, lekin Machiavelli shuni ta'kidlaydiki, hukmdor hech qachon, hech qanday sabab bilan odamlar tomonidan nafratlanilmasligi kerak. Nafrat bu suiqasdlar va fitnalarni ilhomlantiradi. Agar zo'ravonlik qilishga majbur bo'lsangiz, agar shafqatsiz bo'lishga to'g'ri kelsa, buni tez va tinch amalga oshiring va xalqingiz orasida nafrat uyg'otmang. Sevimli bo'lish mumkin bo'lsa, yaxshi. Ammo agar bo'lmasa, qo'rqituvchi bo'ling. Lekin hech qachon nafratga sabab bo'lmang. Machiavellining fikricha, bu muvaffaqiyatli siyosatchining belgisi edi. Niccolo Machiavelli halollikni ham chetga surishga tayyor edi. U halol bo'lish hurmatga sazovor narsa ekanini tan oladi, lekin amaliyotda samarali emasligini aytadi. Uning fikricha, yolg'on gapirish, va'dalaringizni buzish, odamlarni aldagan holda o'z manfaatlaringizni ko'zlash mutlaqo normal holat edi. Zamon va sharoit o'zgaradi. Shuning uchun va'dalar ham o'zgarishi kerak. Bu axloqiy emas, lekin hokimiyatni saqlab qolish va buyuk davlat qurish uchun zarur, deydi u. Uning fikricha, odamlar sizga ko'p yolg'on gapiradi. Shunday ekan, siz ham ularga rost gapirishga majbur emassiz. Machiavelli shunday deydi: yaxshi fazilatlarga ega bo'lishingiz shart emas, lekin ularga ega bo'lganday ko'rinishingiz muhim. Oddiy odamlar hukmdorni faqat so'zlari va nutqlari orqali biladi. Juda kam odam eshiklar ortida nima sodir bo'layotganini ko'radi. Shunday ekan, xalq sizni faqat ko'rgan narsalari asosida baholaydi, tajribalari emas, balki ko'rganlari orqali. Natijalar muhim, ularga qanday erishganingiz emas. Siz har doim ham halollik, mehribonlik yoki boshqa biror yaxshi fazilat orqali natijaga erisha olmaysiz.
Chunki o'yinning qoidalari bunday ishlamaydi. Makiavelli o'z yozuvlarida odamlarni ishonchsiz, yolg'onchi va o'z manfaatini ko'zlovchi qilib tasvirlaydi. Shunday ekan, siz ham shunday bo'lishingiz kerak, deydi u, ammo Makiavellini bunday oddiy tushunchalar bilan cheklash nohaqlik bo'lardi. Uning yozuvlari orasida chuqur haqiqatlar yashirin. Ba'zida esa bu haqiqatlar qo'rqinchli darajada chuqur. Uning nafaqat siyosatga, balki butun hayotga bo'lgan qarashi shunday. Hayot bu muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik, kuch va zaiflik o'rtasidagi kurashdir. Nikkolo Makiavelli insonning ichida bir hayvon yashaydi, deb ishongan. Biz qabul qilgan yoki hatto hayotimizda amal qilayotgan axloqiy tamoyillarning ostida boshqa narsa bor. Bu, o'z istaklarini qondirishni xohlaydigan va bunga erishish uchun har qanday narsani qilishga tayyor bo'lgan bir maxluq. Balki u o'z zamonasidan ilgarilab ketgandir. Psixolog Karl Jung buni soya deb atagan bo'lsa, Sigmund Freud buni ongosti deb tushuntirgan. Makiavelli yana bir chuqur fikrni taklif qiladi. Dunyo qanday bo'lishi kerakligi va dunyo hozir qanday ekanligi. Bu fikr uning barcha yozuvlari ichida eng to'g'ri va dolzarbi bo'lishi mumkin. U aytadi, bu ikkisi o'rtasida ulkan, ko'zga yaqqol tashlanadigan farq bor. Dunyoni boricha qabul qilmay, siz o'zingizni dunyo qanday bo'lishi kerak degan tasavvurlarga muvofiq tutsangiz, bu albatta sizning muvaffaqiyatsizligingizga olib keladi. Makiavelli shunday deydi: dunyo bu xayolat olami emas. Dunyoda yaxshi insonlar bor, lekin u faqat yaxshilardan iborat emas. Unda tuzoqlar, yolg'onlar va tahdidlar ko'p. Siz bu narsalarga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Siz ushbu haqiqatlarga bardosh bera oladigan tarzda harakat qilishingiz lozim. Dunyo qanday bo'lishi kerakligiga emas, dunyo qanday ekaniga muvofiq yashang. Menimcha, bu fikr Makiavelli falsafasining asosiy ustuni. Lekin Makiavellining asarlari o'zining muvaffaqiyatsizligiga olib keldi. Uning targ'ib qilayotgan narsalariga qarang: aldov, xiyonat, shafqatsizlik, imkoniyatparastlik. Bu odamni qanday qilib ichki doirangizga qabul qilasiz? Qanday qilib uni biror muhim lavozimga tayinlaysiz? Hech bo'lmaganda, Makiavelli o'z ideologiyasini targ'ib qilish uchun o'zini qurbon qildi. Kim hukmdor asarini o'qib, Nikkolo Makiavellining yonida bo'lishni xohlagan bo'lar edi? Javob shubhasiz, hech kim. Makiavellining obro'si hech qachon to'liq tiklanmagan bo'lsa-da, uning falsafasi dunyo bo'ylab siyosatchilar tomonidan keng qo'llaniladi. Shu bois, bugun siyosatchilarning ko'pini na to'liq axloqli deyish mumkin, na to'liq axloqsiz, na to'la avtoritar, na to'la liberal. Makiavelli buni bashorat qilganmi, sabab bo'lganmi yoki bu ikkisining kombinatsiyasimi? Bu aniq emas, lekin uning asari dunyodagi siyosiy manipulyatsiyalarni deyarli mukammal tasvirlaydi. Bugungi siyosatchilar albatta axloqiy niqobni saqlashlari kerak va umid qilamizki, imkon borida unga amal qilishadi. Ammo haqiqat shundaki, axloq va siyosiy ambitsiyalar o'rtasida ajralish mavjud. Barcha buyuk asarlar kabi, Makiavellining hukmdor asari ham har xil bahslarga to'la. Uning g'oyalarini butunlay qabul qilish qanchalik xavfli bo'lsa, ularni butunlay rad etish ham shunchalik xavfli bo'lishi mumkin.